Assalamu alaikum hörmətli anlıqçılar. Yazğıcı Yasincan Sadıq Çoğlanın Bahadır namı namlıq romanının davamıға qulaq sağaysızlar. Toshkentda teraklar potli bo'lib, ko'klamning shapisi keldi. Qishdan beri tuzuk qor yog'mag'iniga qaramay, havo ochiq bo'lib o'tadi. Safar tayyorliqlarini asosan putkizib bo'lgan Sultan Yunusxon bejirishiga tegishli muhim bir ishi chalib qolgandek yo'lga chiqishga oldirmay o'tadi. Uning xiyolchan turqidan g'am besivag'anligini faraz qilg'ili bo'ladi. Bu yerda havo illib ketgan bilan tog' yo'llari tex echilmadi. Oldirab yo'lga chiqsam qorliq davollarda qiynalib qolamiz. Bo'libmi ayollar bilan bolalarga jafo bo'ladi. Vatandan toji taxtdan ayrilib turg'il bir yildan eshibdi. Amirul Umara Muhammad Haydar Mazmun yo'llagan ma'lumotlardan qaraganda el yurt tinch aman turib etibdi. Eli vodisimi tinchib qapti. Elimi ol sadoqatman amir bo'lib qapti ekan. Bo'lmasa saltanat ishlari nem bo'lib ketardi ekan tam. Xudoyim qorg'ini ko'zdan ayirsin, asidan ayirmabdi degan shu bo'lsa kerak. Toshkentda shuncha uzoq turib kelishini xiyolimga keltirmagan ekanman. Odam faqat atisini qiyos qila oladi ekan. Ammo qandoq taqdir qismatlarning kutib turganligini hargiz bilolmaydi ekan. Nurg'un arzu armonlarni, niyat muddalarni ko'nglimizga pukir ekanmiz. Shuning uchun tirishid ekanmiz. Yanala toji taxtsiz kunlarim xotirjam bitgan ekan. Biroq ol xotirjamlikni deb toji taxtdan voz kechgili bo'lmaydi ekan. Shundoq. O'z xotirjamligimni o'ylasam, bobo ajdodlarimning ruhini qo'rindirib qo'yman. Chunki bu saltanat toji taxtni osh boboy buzurglar qon kechib qo'lga keltirgan. Bizgacha ulashtirgan. Menmi uni avlodlarimga topshirishim, el yurtning xotirjamligi, osoyishligi uchun tirmashishim kerak. Bo'lmasa, uni yotlar tortib oladi. El yurtni payxon qiladi. Avom ra'iyat mahkumlikqa mubtalo bo'ladi. Samarqandga berib Sultan Ahmad Mirza bilan ko'rishib, uningga tasalli berib, marhum Busayd Sultan oliylarining tuproq beshini yo'qlab yansam yaxshi bo'ladi. Lekin vaqt uzrab ketgudek. Elimi toji taxtni bir yildan ortiq tashlab qo'ydim. Odamgarchilikni deb vatanimni, taxt saltanatimni tashlab qo'ysam yaxshi bo'lmag'idek. Mening o'rnimda qizim Mehrinigar xonim tasalli berar. Shahbonu Ison Davlat xonim bu ishni nima darkin? Har holda maslahatga selib qo'yay. Chiqilib bu qarorimdan yonmayman. Yolg'iz xiyol surib o'tirib qaptilig'i ota. Sulton Yunusxon xiyolini yig'ishtirib beshini ko'tardi. Oldida cho'ng malikasi Mehrinigar xonim adab bilan kulib turadi. Kelsilar. Yanıma kelib o'tirsilar, dedi u qiziq mehri bilan qarab. Silini xiyol qilib o'tiratdim qizim. Malika Mehrinigar xonim dadasining yoniga kelib o'tirg'ach so'radi. Meni damdila ota? Xo'sh, ul xiyollarni bilib baqsam bo'lamdi? Sulton Yunusxon ig'zichiq tamshilib yana jimib oldi. Bu nozik ishni qizig'i deyishni beab ko'rdi. Yana onasi degani tuzuk taqiladi. Mendan onasi cho'qim xijil bo'ladi. Men o'ng'aysizlanib qolgudekman. O'g'il bo'lsa-da, qiz onasiga yaqin degan gap yana rost ekan. Nimancha yilin kiyinib oldilar, tomodab qolmaslar yana, dedi Yunusxon gapni burab. Havo xiyil illib qoldi. Qishliq kiyimlar bilan yursam issiqlab qoldi ekanman.
dedi Mehrinigar xanım tatlıqını külüp. Sılımı sözler cevaplarımı kiymeptiler o bana. Ateştanın otu öçüp kapgahlarımı soğup kaptı. Salametliklerini asırsıla. Ağırıp kasla vaxtıda yolga çıkamay qalımız. Yurtmu sığındılı mı kızım? Sığınmamdığam, közümni yumup açsamda özümni aksudu görsem deymen. Yanıl öz astanımızda o. Kızının cevabını anlap Sultan Yunus Han'la yürüki pişçide eğitişip gitti. Ey Tanrım, bu yürek baremden ayrılışkı berdaslık verirler mi? Ne çare? Bərber kız çombos yatlık kıladıgan gep. Xaniş anam atalardan sorap baxsıla kökçöçürüsüge köңlü tatam dekin degen edi. Kökçöçürüsü? Sorudu Yunus Han eceplenip. Hazır kök çıkıp boptu mu? Dedi Mehrinigar xanım erkelep. Başkalar kökçöçürüsüge eğiz tekkili hepti boldu. Kökçöçürüsüge köңül tatmaydıgan iş bolamdı. Tamaq vaqtıga ülgürüp barmen. Bille olturup kız alınay. Xaniş anlarga dep koysla. Xapgahimga çıksın. Xaniş anamdan qaysısıga xabar bermen? Her işkilisige. Mehrinigar xanım adep bilen salam berip çıkıp ketdi. Köş çıkkan bolsa, emdi yolga çıksak bolgadek. Meleki Mehrinigar xanımın Sultan Ahmet Mirza'nın huzuruna evetadigan işini emdi keyniga sürmey. Bu nikah işiga Xaniş ayımlar neme derkin? Kızıdan ayrılışqa, yürek barısını şunca yiraqda qaldırıp ketişke yürek çıdımaydı o ehtimal. Lekin şunda qılmay amal yok. Bu iş nesebimizge mamas keledi. Onun üstüge az kem 100 yıllardan beri Toğluq Tümür cemaati bilen Emir Tümür cemaatideki Han Sultanlar özara kız berişip, kız ilişip, qodu-bazı boluşup kelgen. Demek, bu babayı büzürüklerden kalgan odun. Şuna Sultan Ahmet Mirza'nı köy oğul kılıp alsam tamamen boludu. Yakından beri Sultan Yunus Han çoğun melekisi Mehrinigar xanımni Sultan Ahmet Mirza'ga nikahlap berisini xiyal kılıp kelgen bolsumu, lekin bu xiyalini hiç kimge bildirmegen idi. Mana emdi hava illip, vatanga qaytadigan vaqtning yaqinlashishiga ergishib, birdan aldirab qoldi va bu mundasini xonishlarga bildirishni qaror qildi. Assalomu alaykum. On hazratimga ehtirom bo'lg'ay. Sultan Yunus Han ikki xonishning salomini o'tirgan o'rindan biroz qimirlab elik oldi. Qani, joy olsinlar. İki xanish onun odul tarafiga kelib o'tirdi. Ikkilarining samiga bir ishni solmoqchiman. Lekin bu maslahat emas, qarorimdir. Muhim bir ish uchun chaqirtilganligini pamlagan ikki xanish qaddini ruslab, itoatmanlik bilan beshini egdi. Xo'sh, quliqimiz qibligahimizda. Havo obdonla illib qapti. O'sha bir necha kun ichida yo'lga chiqmasak bo'lmaydi, dedi Sultan Yunus Han xonishlarga tekshi nazar tashlab. Yo'lga chiqishdan avval Malika Mehrinigar xonimni Samarqanddagi Sultan Ahmet Mirza'ning huzuriga avatishni qaror qildi. O'sha 2 kun ichida to'y jabduqlarini tayyorlab, Malikani uzitib qo'yish hozirligini ko'rishgayla. Tasodifiyle qiz qilgan ikki xonish shaqqada beshini ko'tarib Yunus Xonning ko'ziga qaradi. Bu dedi xonish Eson Davlat xonim damalliqqa ko'ngildagini ifodalaymay. Janob on hazratimning qandaqsiga bunday qaror kelib qolganligining boisini bilsam bo'larmi? Xonish Eson Davlat xonimning qizidan tuyuqsiz ayrilishga chidamay ko'z yish qilib norozilik bildirishdan ansirgan Sultan Yunus Han chiroyiga qasddan surlik tus berib qapiqini turdi.
Səbəbi addi. Qız çoğ bolsa yatlıq boludu. Xaniş İhsan Dövlət xanım cavab qaytarışqa petin almay, beşini tövən saldı. Xanның tuyuqsuz bildirgan qararının çoğ xanışqa bəkmi təsadübi tuyulğanlığını həm də qızıdan ayrılıb yaşaşqa çıdaşlıq berəlməydiğanlığını his qılğan Xaniş Şahbegim qısqa yutilib qoyub eğiz açdı. Oğul şundaq. Amma an həzirdən bu işini bəkmi tuyuqsuz qarar qılıbdılar. Toyunu bunca aldıraş deneş qılsaq joyida bolurmu? Bunu o'ylashib ko'rdilmikin? Yana kelib, Malikini yotliq qilish saltanatimizning cho'ng ishidir. Uning ustiga to'y jabduqlarini 2 kunda bitkizmak dasi mushkul. Malikini o'z yarishqida jabdumsaq bo'lmas defi. Buni menmi bilaman, dedi Sultan Yunusxon kichik xonishning o'zini qo'llamag'anligidan norozi bo'lib. To'y jabduqi 2 kunda bitmasa, 5 kunda bitar. Buningdan ortiq muhlat berolmayman. Xanish İhsan Dövlət xanım beshini egib turib so'radi. Samarqanddan elchi kelganligidan ajab xabarimiz yo'qkina. On hazratimi bu xususda eg'zashmagan edi. Mana men Sultan Ahmad Mirzoning elchisi. Qizimga o'zim elchi bo'lmoqchiman, dedi Sultan Yunusxon xonishning johilligiga norozi bo'lib. Muhtaram xonishayimdan Maliki Mehrnigor xonimni Sultan Ahmad Mirzoga Xudoy hamrohlikqa berishlarini tovanchilik bilan iltimos qilaman. Xonish İhsan Dövlət xonim levini tishladi. Bu qanday qoida o'z qiziga o'zi elchi bo'ladigan. Gepining o'ramidan qaraganda bu nikoh ishidan kuy o'g'il bo'g'ichining xabari yo'q taqiladi. Aba ajdodlarimizning qiz yotliq qilish, o'g'il o'ylash usuli bo'yicha avval oldimizga elchi kelishi, ondan roziligimiz bo'yicha nasabimizning shavkatiga yarasha shahona to'y qilib qizimizni ustib qo'yishimiz kerak edi-ku. Buncha oldirab ketgudek Malikining yeshi cho'ng bo'lmasa, yana birar 2 yildan keyin to'yni qilsaq bo'laveradi-ku. Qizlarimning to'yini el yurtga osh berib, hasham bilan qilaman degan orzu armonlarim ne ketdi endi. Maliki Mehrnigor xonim oshundoq obro'ysiz, qadrsiz yotliq bo'lib ketarmi? Xonishlarning chiroy ifodasini yo'shirin kuzatib turgan Sultan Yunusxon qopqini turib sura hayrisini namoyon qilib turgani bilan yuragi ulardan battar echib ketib boradi. Ko'ngillarni tushunib turibdiman. Sizlarning Malikini katta shamdaram bilan ustib qo'yganlari bor. Lekin bunda qilayli desak, vaqt bak uzrab ketadi. Qizimizning to'yini deb saltanat ishlarini tashlab qo'ysak bo'lmas. Elim vatandan ayrılıb turgalı 1 yildan oshdi. Qararimni to'g'ri tushungaylar. Ikki elning qudilishi saltanatimizga foydali. Sultan Ahmad Mirzo o'z farzandimizga o'xshash, dedi Sultan Yunusxon talaffuzini biroz yumshatib. Mərhum Sultan Əbu Said Mirza aliləri hayat bo'lgan bo'lsa, balki bu to'yni sizlarning orzulag'anlar deb qilishimiz mumkin edi. Bu Said Sultan aliləri vaqtsiz ketib qoldi. Uning farzandlariga ota-onalik mehrini yetkazish bizning burchimiz. Sizlarga ayon, mərhum xonning vafotiga texi 1 yilmi to'shmadi. Bundaq vaqtda to'yning dag'dug'isini qilish yaxshi emas. Ahli jamoatga sir emaski, mərhum Sultan Əbu Said Mirza aliləri öz vaqtida meni Shirazdan oldirib kelib, mehr shafqatini oymay ko'rsatib, ikki elning o'rtasidagi dushmanlikni do'stlikqa almashtirgan edi. Endi men ul do'stlikni texmi mustahkamlab, uni tuqqandarchilik, qarindoshlikqa aylantirmoqchiman. Allah xolisa, hamma qizlarimni Sultan Əbu Said Mirza alilərinin o'g'illariga beraman. İki
xanish lam-jim deyolmadi. Әмді наразылық білдірісінің орны қалмағанлығын ес қылған ішкі xanishni Yunusxonning oxirgi so'zlari qoyil qilgan edi. Farmon berdormiz, dedi xanish Eson Davlat xonim. Hozirdan boshlab Malikani uzatishning tayyorligini ko'raylik. Bu nikoh ishi Malikaning kallasidan damalliq o'tmasligi mumkin. Şol tapda Malikaning Asiyada vatanga tezroq qaytishdi. Ikkilari uning obdan tushundirib qoyil qilsalar. Aqlliq Malika ota orzusini yerda qo'ymas. Aqlliq Malika ota orzusini yerda qo'ymas degan umidim bor. Bu ishni ikkilariga topshirdim. Bosh ustiga ikki xanish esenlik tilab o'rinlarda turishdi. Sultan Yunusxonning cho'ng qizini aksi Sultan Ahmad Mirzaga bermoqchi bo'lganligidan xabar topgan Ömer Shayx Mirza aksining o'rnida minnatdorligini bildirdi. Agar inson xayrxohlik, go'zallik, oliyjanoblik va ulug'vorlikqa boshqa odamlar orqali emas, o'zi va o'z ruhiy o'ttirsidagi mavjud narsa orqali erishadigan bo'lsa, ol chaqda ol odam insoniy komillikka yetgan bo'ladi. Dedi Ömer Shayx Mirza qoyilligini bildirib. Xon oliylari bilan didor muloqotda bo'lish sharafiga erishgan tunji kundan boshlabla fazilatlardan qilchilik gumonlangan emasman. Bizni o'z farzandlarida ko'rganlardan ko'p minnatdorman. Ishonchim komilki, Janobi Xon og'amni bu himmatlardan ko'p xursand bo'ladi. Va oyat gulzorligida e'tiborlab o'stirgan ul nozik xunchini bebaho guhar bilib chekisiga qisidi. Men shunday ishonchda, dedi Sultan Yunusxon hayajonlangan holda. Bu fazilatni men marhum jannat makon padarlaridan o'rgangan. Janobi bu Said Sultan oliylari vafo va mardlikni voyaga yetkazib, o'ttirmizda do'stlik imoratini bino qilib qo'yib ketib qoldi. Men bo'lsam, ul imoratning ulini tuqqandarchilik bilan uldab, texmi mustahkamlab qo'yishga tirishdim xolos. Ori, ikki elning xon sultonlari o'ttirsidagi bu tuqqandarchilik ikki eldagi avom ra'yatning qarindoshlik mehrini ching'itishga sabab bo'lg'isi. Ayni mudda ikki eldagi ra'yat yot kishilar emas, yiltizi, tili, dini bir qon qarindoshlardir. Mundaqcha aytganda, hammamiz bir qavmdinmiz. Bu ishimiz avlodlarning mehr muhabbatiga o'rnak bo'lsa ajab emas. Ömer Shayx Mirza Sultan Yunusxonning so'zlarini mamnuniyatlik bilan tasdiqlab, beshini langshitdi. Undaqda men xon og'amga xabar beray, to'y tayyorligiga kirishga tursin. Bu taklifni Sultan Yunusxon kaskinlik bilan rad qildi. Hojat emas. Qoida bo'yicha jannat makon bu Said Sultan oliylariga bir yil motam tutib musibat turishimiz kerak edi. Biroq qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ya'ni biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz. Chuqum Allohning dargohiga qaytamiz degan oyatning hukmi bilan ziyoda qayg'urib, Janob Qudrat egisiga jon da'vosi qilgan bo'lib qolmaydi deb ko'nglimizni xushal-xo'ram tutishga tirishib keldik. Shundaqdimi jannat makon xon oliylarining yili to'shmay turib, to'y tantanasi qilib yurmaydi. Qizimni marhum xon oliylarining o'g'liga berganligimning o'zi men uchun behisob xushalliqdir. Haftadan keyin Sultan Yunusxon cho'ng qizi Malika Mehrnigor xonimni 40 nafar xos keniziki bilan qo'shib Samarqandga yo'lga soldi. Jenim qizim, dedi Sultan Yunusxon to'la yig'lab ko'zlari ishib ketgan Malika Mehrnigor xonimning qo'sh oltin uzuk selimgan nozik barmoqlarini otaliq mehr bilan mahkam tutib turib. Sılemining yurak barim, jon jigirim. Albatta sizlardan ayrilishga men chidamayman. Nachora,
qiz cho'ng bo'lsa yotliq qilish odam otimiz bilan havo onamizdan qolgan udum ekan. Sizlar shu taqda meni bahri qattiqlikda ayblayotganlar. Ammo yuragimning ayrilish azobida qoysalg'i kelib qolganligini bir o'zim bilaman. Otalarning sizlarga naqadar omroqligini, har qachon g'amlarni yeb yod etib turadiganligini astarda mahkam tutibsizlar. Hozirdan boshlab orliqimiz cheksiz o'zraydi. Mayli sizlar mendan qanchalik yiroqlikda tursizlar, yuraklari har qachon yuragimga hamroh bo'lib turadi. Sizlar hozirdan boshlab mening qizimni emas, ayollik sifatlari bilan bir erning xotini, xonishlik martabalari bilan bir elning onasi bo'ladilar. Har qachon ayollik fazilatlarini saqlab, kuyovlarga sadoqatman, itoatman bo'lsinlar. Onunğa ota-analarına köyüngendim mi ziyade köyünsizler. Ota-analarını söygendim mi ziyade söysizler. Ayollik faziletlerine zinhar dağ düşmüsün. Navada ayollik faziletlerine tırnakçılık dağı düşüdüken, ota-analarının saniga onun da neccesi dağı düşüdü. Silini sap havası, şerbettek suyu, halal nazı nimetler bilen pepelep östürgen, el yurtlarının şöhreti yeksan boludu. Xanışlıq mərtəbələrini qədərlisizlər. Başqa xanışlarının mərtəbəsi rəayət qılsınlar. Ularını bir tuqqan həmşirlərdək görsünlər. Hörmətlisizlər, köyünsizlər. Məsələn, validələri İhsan Dövlət xanış bilən, kiçik validələri xanış Şah Begimnin dostluğunu, mehr muhabbetini hər qaçan göz aldılarına keltirsinlər. Vücutlarına kündeşlik seherini yakın yol atmasılar. Gıybet şikayetten yirak dursular. İnsan özüne uşak sözlük, adavetxorluk, dağvazlık, hakkavurluk, işçitarlık, vapasızlık, sadakatsizlik illetlerden hali kılıp çıkmağıca, şul xil iplas ve peskeş karakterden azat bolamaydı. Men silini köy oğlum Sultan Ahmet Mirzaga usuluk, gıza, uyku kılıp berdim. Sözümün tegegi yatsılar. Silini köy oğlumun usuluk ediginim. Erdigen her kaçan el gemi bilen yürüdü. Gam onu hardırdı, taldırdı. Cismani ve ahli kuvvetini xorutudu. Bunda halet misali kişinin çankağına oxşaydı. Her qaçan onun g'emiga g'amxon bo'lsalar. G'emini azroqmi bo'lsa yengillasilar, yengillatalisizlar. Xuddi chanqaganda usulliq sharbat berganga o'xshash bo'ladilar. Sizlarni köy o'g'limning g'izosi deganim bir elning sultoni tasarrufidagi avom ra'iyatni och zerin qo'ymaslik kerak. Qaysi elda qalandar tilamchi ko'paydi ekan, shu elning saltanati oson zavolliqqa yuz tutadi. Esil ma'siyatlardan yiroq turib, oddiy sodda yashashni odatlantirsizlar. Xazinani tejisizlar. Sizlarning tejigan xazinalar bilan minglab avomni to'yindirish mumkin. Avam ra'iyat osh qolsa, shu avomning hukmdorimi osh qoladi. Har qachon avam ra'iyatning qo'rsqining g'amini yesizlar. Kuyovlarga esil g'izo bergan bo'ladilar. Sizlarni kuy o'g'limning uyqusi deganim odam g'am qayg'udan, ko'ngilsizliklardan, ranjishlardan xoli bo'lsa, xotirjamlikka erishadi. Oddiy avomga selishtirganda bir elning posbonining g'am qayg'usi, bosh og'riqi, qiladigan ishlari, o'ylaydigan o'yi necha ming hassa ortiq bo'ladi. Erning g'amini yengillatadigan mu ayol, ko'paytib etadigan mu ayoldir.
Sizlar kuyovlarga nafasdash bo'lib, xotirjamlikka yuzlanishiga kuch chiqarsizlar, onunğa şerin uyqu ata qilgan bo'ladilar. Chunki xotirjamlik, ko'ngil ozodilik şerin uyquga o'xshash rohatlikdir. Ko'z yoshlarini to'xtatib, xushal kulkular bilan yo'lga chiqsalar qizim. Sizlarni avval yaratgan Alloh egamga, ondan marhamatli kuyovlim Sultan Ahmad Mirzaga topshirdim. Her qachon yerim didar bo'lmish maktublarni ko'zimga surtib turib o'qishga nasib bo'lgan. Sultan Yunusxon qizini uzitib qo'ygandan keyin Ömer Shayx Mirza bilan quchoqlashib, xo'shlashib, buyuk saltanatning poytaxti Aqsuga qarab yo'lga chiqdi. Aqsu kun tushdan qayrilgan mahal. Sarg'ayib pishgan o'riklar, yop-yeshil yopirmoqlar orasidan tortinchoq qizlardek mo'rab kishining ishtihosini qo'zg'aydi. Orada beg'ida qo'lini kayniga tutqunicha xiyol surib ketib qolgan Sultan Yunusxonning maybog'lab pishgan o'riklarga qarashqa hafsalasi yo'q edi. Shu daqiqada uning kallasiga atigan Amir Abdulqudus Bey bilan epbag'an qisqil suhbati kirib olgan edi. U bu ko'ngilsiz suhbatni unutib ketishga har qancha tirishsimi faqatli kallasidan neri qilolmayotdi. Atiganlik qo'bildan keyin xosxonasida dastorpeshning yordamida murosim kiyimlarini selayotgan Sultan Yunusxonning yeniga bosh mahram kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, Amir Lashkar Abdulqudus Bey ko'rishga ijozat so'raydi. Hozirli shohnishinda ko'rishgan edi. Ajab yana ko'rishgisi kelib qopti. Nima ishi bor ekan? So'radi xohlamagan holda. Yetmadi, dedi bosh mahram qo'l bog'lab turib. Oliylarga yetkazadigan muhim ma'lumot bor edi deydi. Ijozat, dedi Yunusxon biroz taajjublanib. Elchiga o'lim yo'q debdikan, dedi bo'suq atlab kirgan Amir Abdulqudus Bey pagoda qo'l bog'lab turib. Davlat panoh har qancha gunohga buyursilmi, ul amir sarkatlarning arzini yetkazmasligi ilojim yo'qdir. Amir Abdulqudus Beyning bosh oxir yo'q gaplari Sultan Yunusxonning diqqatini tortdi. Xo'sh, dedi u noxushlik bilan. Qandoq arzgan u? Amir Abdulqudus Bey bir necha daqiqa dilg'unlikdan keyin eg'iz ochdi. Tönügün lashkariy devondagi bir qism sarkardalar kaminalarga bir poch arz topshirib, oliylarga yetkazib berishimni o'tingan edi. Arzni oliylarga xos yetkazishni loyiq topganligim uchun Bayam shohnishindagi qo'bilda eg'iz etishni beab ko'rdim. O'zlarini bunchalik tanqislikda qo'yg'ida qandoq arzgan u? Hazratimga tehi qorong'i bo'lsa kerak. Bir qism amir sarkarlarimizga Mo'g'ulistonning ob-havosi faqat yoqmabdi. Ular azaldan yoylab qirlarda ozod yashab ko'nib qolgan bo'lg'ashqimi, Qashqar, Oqsudek katta shahar viloyatlarda turishga tozi ko'nalmay yetibdi. Ular har qachon tog' etaklariga joylashgan kangri yoyliqlarni seg'inadi ekan. Kunlarini o'sha yoyliqlarda o tomoshasi qilib o'tkazishni orzu qiladi ekan. Ular yana u Sultan Yunusxonning chiroyidagi norozilik alomatlarini ko'rib jimib qoldi. "Davarslar", dedi Yunusxon. "Ular yana nima deydi?" "Ular qibligohimizning Shayx Jamoliddin bilan til biriktirib, osiylik qilishga petingan Mirsoli Boyron qatorliq 4 amirning gunohidan o'tganligidan bakmi suyundiq. Aslida ularning xon oliylarga osiylik qilish muddasi yo'q edi. Ammo qibligohimiz hadisli shahar viloyatlar turishni orzu qilib keldi. Lashkarlarni teriqchilik qilishga buyurdi. Biz bo'lsak farmonga amalsiz bo'ysundik. Mo'g'ulistonning havosi issiq ham qurg'oq. Navkar lashkarlarimiz bunda havoga hamda teriqchilikqa ko'nalmaydi ekan. Ular hadislar yoyloqqa ketsak bo'ladi deb bosh og'riq qilyotdi. Bak zo'rlaydi desak qechib ketishi mumkin. Qochmidi degandimi chatoq chiqarishi, yerlik aholilar bilan mojarolashi, hatto
Olim yog'i bo'lib qolsa, jangga susluq qilishi mumkin. Teriqchilik qilish dehqonning, yog'i qilish lashkarning ishi. Shunlashqa qibligahimiz bizni shahar viloyatlarda turishga majburlamasligini umid qilamiz. Chunki bizning shahar viloyatlarda turishimiz muvofiq emas, balki nihoyatda mushkuldir deydi. Sultan Yunusxon ulug' kichik tindi. Toshkentda o'ziga sotqinlik qilgan 4 amirni jazolamay kechirib etib, to'g'ri qilmaganligini his qildi. U o'ziga agishib, hokimiyatni qo'liga olishga kuch chiqargan amir sarkarlarining shaharda turg'isi yo'qligini Oqsuga kelib, taxtda o'tirgandan keyin his qilgan bo'lsa-mu, lekin buni ularning urush xumorligidan bo'lgan. Ular doim urush orqali mol dunyo o'ljalib ko'nib qolgan bo'lg'achqa, o'rdadan ta'minot olib, shaharda muqim turishga damalliqqa ko'nalmasligi mumkin. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib ko'nib qoladi deb o'ylagan edi. Men tasarrufimdagi shaharlarda Samarqand, Hirotga o'xshash katta imoratlarni bino qilishni, aba ajdodlarimizdan qolgan bu yurtni texmi obodlashtirishni to'liq orzu qilardim. dedi Sultan Yunusxon ulug' kichiktinib. Ol amir sarkarlar bu orzuyimizni tushungan bo'lsa, to'liq yaxshi bo'ladi. Alloh xolisa, ashundaq katta imoratlarni amir sarkarlarimiz turishni orzu qilgan yoyloqlardimi bino qilg'ili bo'lar oliylar. Sultan Yunusxon shart beshini ko'tarib Abdulquddus Begning ko'ziga qaradi. Xonning qarashlariga bardoshlik beramagan amir darhol yerga qarab oldi. Shu topda Sultan Yunusxon o'z orzusini amir Abdulquddus Begning tushunishini va qo'llashini to'liq orzu qiladi. Lekin u ashu so'zlar orqali o'z xiyolining ashu amir sarkarlar bilan o'xshash ekanligini oshkorlab qo'ygan edi. Onunga tushuntirishning o'rni qolmabdi. Bo'ldilar, og'zimni turatmay. Sizlar chiqib tursizlar, dedi Yunusxon oradagi eg'ir sukutni buzib. Bu haqda obdanroq o'ylanib ko'ray. Ma'qul emisa, men yanay, dedi amir Abdulquddus Bey tavazu bilan beshini egib. Ol amir sarkarlarni bir necha vaqt ta'xir qilib turishga unday. Sultan Yunusxon qayta eg'iz ochmadi va salom berib chiqib ketayotgan amirga qarabmi qo'ymadi. U atigandan beri boshlangan ich pushig'ini ozroq bosib besish uchun o'rda beg'iga chiqqan edi. Qaraganda ular qat'iy niyatga kelgan o'xshaydi. Bundaq ahvolda qanday majburlik bo'lsin? Ashu vafosiz 4 amirning ishlari ular ibrat bo'lur deb o'ylagan ekanman. Amir Abdulquddus Bekmi shularni yoqlaydi ekan. Lashkariy divonning amiri oshunda xiyolda bo'lgan yerda boshqalarga nima degilik? Ulardan voz kechishi mumkin emas. Saltanatning asosi sarkar lashkarlar bilan puxtalanadi. Lashkarlarga dehqonchilik qildiganga yer bo'lib bersam, mendan minnatdor bo'ladi. Qerib lashkarlikdan chekinganda tirikchilikdan qiynalmaydi deb o'ylagan ekanman texi. Ahvoldan qaraganda ota-bobolarimga o'xshash yoyloqda ko'chman bo'lib yashash qismatidan menmi qutlanmaydigan o'xshayman. Hay esit, Oqsu buyuk saltanatning ostonasi qilishga to'liq bob shahar edi. Ko'nglimda bu yil o'rda qurilishiga ish boshlarman deb o'ylagan ekanman. Amir Temur bino qildirgan Samarqand o'rdasiga o'xshash katta hashamatli o'rda sari bino qildirib, xotirjam farog'atda yashagan bo'lsam nimaga yaxshi bo'ladi. Lekin ularning orzusiga ko'nmaymi, ilojim yo'q. Majburlasam dardini avomdan oladi, chatoq chiqaradi. Hatto men qarshi chiqishim mumkin. Ularning ashu vafosiz 4 amrini do'rmaydi deb kim huddi qila oladi? Maylilar, vaqtincha ularning royiga bosam boray. Mang'lay suyarni Amrul Umara Muhammad Haydar Mirzoga topshirib, bir mazgil yoyloqda turay. Xonzodlarim tex kichik.
saltanatning uddasidan chiqa olmaydi. Ol sarkarlashganlarga tayinib qolmaslikning birdan-bir amali. Shahar viloyatlardagi avomdan ko'plab lashkar elish. Ularni puxta mashqlantirib, jangga yorug'idek qilish. Sol chog'dala ondan shahar viloyatlarda turish, saltanatli shahar, hashamatli imoratlarni bino qildirish orzuyimni amalga oshira olmayman. Ma'lum bo'lg'ay, Amrul Umara Muhammad Haydar Mirza janoblari keldi. Sultan Yunusxon xiyolini yig'ishtirib qo'l bog'lab turgan mahramga qaradi. Ko'l bo'yidagi so'rinxonaga boshlab kelsinlar. Mahram oldirab keyniga yondi. Atgandan beri amirlarning ro'yiga beqish baxmaslik ishida chiktoyin bo'lib qolgan Sultan Yunusxon texni cho'nqurlab maslahatlashish uchun Muhammad Haydar Mirzani chaqirtgan edi. Bu ishga Muhammad Haydar Mirza qanday qararkan? U xiyol surgach, ko'l bo'yidagi so'rinxonaga qarab mangdi. U mening Oqsuvdan ketishimni xohlamdi ekan. Jahonning ishlari ajoyib murakkab bo'ladi ekan. Shuncha yil toj taxt uchun kurash qilibdimi? Ammo uni qo'limga keltirganda bo'lsa, birdan xotirjamlik topolmabdimi? Armon qilgan taxtda tuzuk o'tirib boqmabdimi? Yana shu taxt saltanat uchun Turpan, Elibaliq, Turkistonlarga lashkar tortibdimi? Tasarrufimni ta'ruz qilishga petingan Mo'ng'ullarni chekindiribdimi? Bo'rish o'g'lanni o'ldiribdimi? Shayx Jamoliddinning tutquniga aylanib, necha oylab nazarbatda yashabdimi? Taxt saltanat uchun Qashqarga qarab yo'lga chiqqanimda, menga hamroh bo'lib kelgan osh amir sarkarlarimga qanchalik ishonch bog'lagan, ulardan qanday zo'r umidlarni kutgan edim. Bu saltanatni ular bilan birlikda ro'naq topqizishni ko'nglimga pukkan emasmidim. Nam afsus. Ashularning sababidan yotlarga tutqun bo'ldim. Shoni shavkatimga nuqson yetdi. Amir Abdulqudus Beyning ko'rsatgan sadoqati, fidokorligi qalbimdagi jarohatlarga oz to'la malham bo'lgan edi. Mana endi yana o'sha sarkatlarning sababidan orzu qilgan shaharda turish, katta poytaxt bino qilish orzuyimdan voz kechishga majbur bo'lyapman. Yana Muhammad Haydar Mirza sadoqatman ekan. Bir yildan beri men bo'lmasammi, xabrimni ololmasmi, qalchilik oliko'ngilli qilmay sadoqatini bildirdi. Toji taxtni egilib olish xiyolida bo'lmadi. Yo'qligimni, taxt saltanatning posibonsiz qolganligini bilindirmadi. Shahar viloyatlarga avomdan lashkar elish ishini shuning topshirdi. Bir mazgildan keyin qaytib kelib, Assalomu alaykum. Sultan Yunusxon xiyoldan bosh ko'tardi. Muhammad Haydar Mirza ehtirom bilan qo'l bog'lab turadi. Va alaykum assalom, dedi Yunusxon salomni ilik elib. Gunohimdan o'tkayla oliylari, farmonlarini topshirib olgan bo'lsam-mu, dal vaqtida yonlariga kelanmadim. Hech qisi yo'q. Ahvoldan xabar topdim, dedi Yunusxon chiroyiga kulgi yugurtib. Oyjamaloqchining ko'zi yo'rdimi? Xudoga shukri, sog'-salomat ko'zi yo'rdi. Tulkimi, bo'rimi? Shafqat degan bo'r himmat qildi oliylari. Muborak bo'lsin, dedi Sultan Yunusxon uni chin ko'nglidan tabriklab. Janobi Allohning bandasiga bermasga va'dasi yo'q. Mana oxiri orqa-orqadan ikki o'g'illik bo'ldilar. Avval himmatlik Tangrim, ondan qolsa Oyjamaloqchi xinim o'g'il farzandlik bo'lish orzulariga yetkazdi. Rahmat oliylar. Bu baxtdan cho'ng'oqchan Malika Davlatnigar xinimni ko'p xushal. Ular paranglashqash, cho'rsi yog'och salosunlar bilan qo'rsalgan, to'rib to'rislari naqshlangan so'rinxonaning supsig'i chiqib joy elishdi. Shu topda Muhammad Haydar Mirza tasvirligisiz xushallikqa cho'mgan edi. Kechkib o'g'il farzand ko'rgan Sulton Yunusxon uning shu topdagi hissiyotini tushunadi. Shunga bu sadoqatman amirga
Көңіл ağrıqını oshkorlashga deganda oldirmadi. Muhammed Haydar Mirzaga cho'ng ağacısı Sultan Dövlet Malikili emas, boshqa to'qonlarmi xuddi maslahatlashib olgandekla qiz tug'ib bergan edi. Mush ish tufaylidan uning ko'ngli to'limi yerim edi. Sultan Do'st Muhammadxon qazo qilgandan keyin Oqsuga lashkar tortib kelgan Sultan Yunusxon haramdagi tulqagan xonish to'qonlar orasidan surishti qilib, Oyjamal og'achini o'rniga chaqirdi va uni xonish Eson Davlat xinim Shoh begimlar bilan birga haramda turishga, xonishlar bilan o'xshash ta'minotdan bahramon bo'lishga buyurdi. Uning ikki amirzodasi Mirza Abubakr bilan Umar Mirzag'mu amirlik martabasi berdi. Shundoq, bu Sultan Yunusxonning bundan necha yil burun o'zini Qashqarga yoshirincha taklif qilib, taxt saltanatni qo'lga olishga madad bergan marhum Soniz Mirzaga bildirgan hurmati edi. O'sha vaqtda marhum Soniz Mirzaning o'lim patisini bahona qilib, Yorkentga borgan Sultan Do'st Muhammadxonning she'rin shekar so'zlari va yolg'on va'dasiga oldinib, ko'nglining birdamlik ozdirishiga bardoshlik bermay, xonishlik martabasining vasvasida Sultan Do'st Muhammadxonga yotliq bo'lib, Oqsuga kelgan Oyjamal og'acha haramda ilgirkidimi bakrak yolg'iztirib, xonga yotliq bo'lganiga ko'p pushaymon yegan edi. U bu dard hasratlarini Sultan Yunusxonning ichki xonishiga ipidan yangisigacha qoldirmay so'zlab bergan edi. Nimalar degan bilan texi 40 yoshga ulashmagan Oyjamal og'acha texi yoshlik jazibasini yo'qotmagan, chiroyidan ketmagan edi. Ichki xonishning bu to'ljuvonga ichi og'rib qoldi va muvofiq paytni tepib, uning dard hasratlarini Sultan Yunusxonga birma-bir so'zlab berdi. Amir baglar orasidan muvofiq kelganlar bo'lsa, Oyjamal og'achini nikohlab qo'ygan bo'lsa, deyishdi ular. Sultan Yunusxon ichki xonishning tavsiyasini muvofiq ko'rdi. Amir baglarni bir-birlab ko'z oldiga keltiribmi, birma muvofiq nomzod topolmadi. Shu orliqda xonishlar bu ishni yana bir necha qitim samiga soldi. Toza besh qetib turgan Yunusxonning esiga tuyuqsiz Muhammad Haydar Mirza keldi. Muhammad Haydar Mirza marhum Soniz Mirzaning oti bir ona bo'lak inisi bo'lg'ashqa, Oyjamal og'achini nikohiga elishga eng muvofiq keladi. Uni demagandimi o'lib ketgan og'asining tulqagan ayolini inisining nikohiga elishi azaldan davomlashib kelayotgan qoida edi. Bir qarorga kelgan Sultan Yunusxon Oyjamal og'achi uchun Muhammad Haydar Mirzaga elchi bo'ldi. Og'asining ikki o'g'li va bir qiziga ota bo'lib, tarbiyasiga elish hamda tulqalgan yangisiga homiy bo'lish borchi borligini his qilgan Muhammad Haydar Mirza Sultan Yunusxonning taklifiga tezlik qo'shildi. Shunday qilib, Sultan Yunusxon Oyjamal og'achi bilan Muhammad Haydar Mirzaning beshini qo'shib qo'ygan edi. Mana hayt o'tdigicha Muhammad Haydar Mirza Oyjamal og'achidan ikki o'g'il farzand ko'rdi. Oy kunda barakat yo'q ekan, dedi Sultan Yunusxon. Ko'zni yumib ochqicha ikki o'g'il farzandlik bo'lib qopdilar. Famimcha, cho'ng amirzodi Muhammad Husayn Mirzaning texi tam oyga chiqdi-ku deyman. Shundoq oliylar. Oyig' bilan tilimi tang chiqdi. Ikkinchi amirzodiga ism o'ylashdingmi? Yo'q texi. Undaqda men bir ism taqdim qilay. Ol ikkinchi amirzodlarining ismi Said Muhammad Mirza bo'lsin. Himmatlarga tasanna, kaminlarni qo'yma baxtiyor qildilar oliylar. Xonning o'zini jiddiy chaqirtganligini esiga olgan Muhammad Haydar Mirza darhol esini yig'di. Aros, on hazratimning qandoq farmoni borkin? Sultan Yunusxon ko'ngil g'ashligini qaytadan esiga oldi. Farmon yo'q. Birdam olmon bo'g'im kelib chaqirtgan edi. Dedi ulug' kichiktinib. Janoblarni yangidan dunyoga ko'z ochgan farzandining mehriga qong'ili qo'ymay chaqirtib olib yaxshi qilmabdimi? Boshqa kuni olmon bo'lishsaqmi bo'ladi. Qasrga qaytqaylar. Yunusxonning chiroyidagi so'lg'inlikni ko'rgan Muhammad Haydar Mirza biror muhim ish borligini his qildi. Hozircha qasrga qaytmasam bo'ladi. Mening oliylar bilan muhdashqim kelib turadi. Hozirlardan qo'g'lim qayda. Bo'pti, undaq bo'lsa.
dedi Yunusxan ve supının töven tarafida kol bağlap turgan Bekavulbek'e qaradı. Usuluk keltirsinlar. Dövlet balahının qımızgı meyli bağmıken, ihtiyat bilen so'radi Bekavulbek. Hep belli, ko'nglimdikini taptılar, dedi Yunusxan çırayğı palladı külkü yugurdu. Bekavulbek xizmatkorlarni buyurup, bir ko'zi qimiz bilen bir taxsi to'g'ralgan qizi keltirdi. Başqalar kessin, saqiyliqni o'zlari qilsinlar, dedi Yunusxan Bekavulbek'e qarab. Hava issiq bo'lg'achqimi yoki ich pushig'i tatib qolg'achqimi qimiz ulag'i yaqqan edi. Rostilla esil qimizkan, dedi Sultan Yunusxan og'ziga bir to'g'ram qizi silib turib. Demisimi yayloqning ne'matlarining o'zori boshqacha. Bundaq esil qimizni shaharda topmoq tez. Bilmadim, ul amir sarkarlar yayloqning bu ma'shatlaridan mehrin uzalmadimikin ta? U og'rinishlarini ixtiyorsiz to'kib tashladi. Lekin toji taxtning mustahkamligi, saltanat tasarrufining ovotligi yayloq bilan emas, shahar bilan voyaga yetadi. Ul amir sarkarlar uchun hamma himmatlarimni oyimidim. İmkan var rayığı bardım. Qavmimiz, el ulusumuz şehirde o'ltiraqlashmag'icha hergiz büyüklük maqamiga yetolmaydi. Sultan Yunusxonning demoqchi bo'lganligini to'g'ri tushunmagan Muhammad Haydar Mirzo ehtiyot bilan eg'iz ochdi. Bari, ahkapni qildilar. Aba ajdodlarimizdan bo'lgan Oğuz Uyg'ur Türkleri Türkiye qavmlari orasida eng avval shahar bino qilib, ul shahar qasabalar orqali chechilib ketgan al-kunni bir markazga uyushtirib, taxt saltanatni mustahkamlash, ro'naq topqizish maqsadiga yetgan ekan. Shu sababdan tasarrufimizda Turpan, Qashqar, Yorkand, Xotan, Kuchar, Qumul, Beshbaliq, Ilibaliq, Olmaliq kabi bir-biridan saltanatli shaharlar paydo bo'ldi. Ve nomi yiroq-yiroqlardagi ellarga taraldi. Xon sultonlarmi izchil turda shaharni tashlamadı. Buzurgvar To'g'liq Temirxon oliylarimi ajdodlardan qolgan bu udum bo'yicha avval Beshbaliqda, keyin Turpanda o'z taxtigohini qaror topqizib, saltanatni shaharda mustahkamlash yo'lini tutgan edi. Hala bugungi kunga kelganda buyuk toji taxt qudratli olam panohga qaror topdi. Әмді qibligahimizning donishmandlarcha aql parasitining rahnamoligida shahar viloyatlarimizni texmi obodlashtirib, avlodlarimiz faxrlangidak bizni o'chmas obidi kabi imorat inshootlarni bino qilg'aymiz. Muhammad Haydar Mirzoning so'zlari Sultan Yunusxonning yuragidagi hasratni texmi ulg'aytirib etdi. Bizning orzu armanimiz mush edi, dedi Sultan Yunusxon ulug' kichiktinib. To'limi afsus, saltanatimizning to'rga bo'lmish bir qism amir sarkarlarimizning shahar diyorlarda turishga royi yo'q ekan. Shu kunlarda ular yoyloq qirloqqa ketish qalbisini qilib beshimni og'ritib o'tadi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, buyuk saltanat ulini yoyloqqa ko'chirgim faqatli yo'q. Mushu sababdan janoblarni qisqartgandim. Bir qism amir sarkarlarning bu muddasidan Muhammad Haydar Mirzoning oz to'la xabari bor edi. Lekin ularning Sultan Yunusxonni bu darajada qistab taniqli qo'yishini xiyoliga keltirmagan edi. Ularga tushuntiraylik, nasihat qilaylik oliylar. Nasihat kor qilmaydi, dedi Yunusxon bir apqur qimizni biroqli ichib etib. Majburlasak bizdan yuz o'rishi mumkin. Muhammad Haydar Mirzo beshini töven saldi. Shu tapda uning kallasiga xonga bergidek muvofiq bir maslahat, tadbir kelmay yotdi. Sultan Yunusxon qoyil qilishga amalsiz qolgan o'sha amirlarni o'zining texmi qoyil qilolmaydiganligini his qilgan edi. Sultan Yunusxon qoyil qilishga amalsiz qolgan o'sha amirlarni o'zining texmi qoyil qilolmaydiganligini his qilgan edi. Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabni mushu yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.